Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xonim. Nima kerak? Mana shu qo'g'irchoqni nechmi? Ma'lummi? Ha, 45 ming. Yonidagisi 250. qanaqa keldi. Mana shu kichkinasini arzonlashtirib beramiz. 40 ming bera qoling, xola. Mana. Hali yana bitta iltimosim bor edi. Xo'p. Hozir nabiram kiradi. Shu o'yinchoqni onasidan sovg'a ekanligini aytsangiz. Mana. Xo'p, bo'ladi. Farzandlaringiz chet eldami deymi? Yo'q. O'g'lim bilan kelinim bir hafta qolib ketdi, xalos kelishgan. O'sha xola. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha. Oy, sizga salom dedilar. Sizga zo'r sovg'a berib oldim. Ko'rsataymi? Qarang, qanaqa chiroyli qo'g'irchoqlar haqidasiz. Vau, buncha chiroyli. Bu jon qarang, men xohlagandek chiroyli ekan. Yo'q. Ha. Ammo jon hatto jonga berib qo'ydim. Hadi. Sağ ol ya. Hadi. Bo'lmadi. Assalomu alaykum onajon, otajon. Men sizlarni juda ham sog'indim. Bu jonim har kuni sizlarni sog'inib, kech qolib yig'laydi. Oyijon, sizdan iltimosim bor. Menga sovg'a jo'natganingizda romanizm jo'natinglarni juda sog'indim. Shu bagda yomon ko'randa. Zaret bunu nol. Vay. İş. Timurga bir şey getirdilar. Kalbet var. Endi mana shu idorlarga borganimda Birinchi paketda bu yoqda napitek nima ekanligini hozir ko'ramiz. Kola shekilli. Kola, lekin nima ichishligini bilmayman. Yeb va ichib ko'rmaydi bu qizga bo'ladi shekilli. Ikki paket. Bu yoqda ikkita free. Nimaga ikkita? Mana eng sevganim ikkita hot-dog. Ikkalasi ham klassический ekan. Lekin nimaga hamma narsa ikkitadan ekanligini baribir tushunmadim. Hozir yozib yuboraman. Mana ochoqot demoqchimisiz? Yuzimga gapiring deb edi. Timur aytib bir şey. Farg'ona Ecosity loyihamizga kelib, ustalarimiz osh pishirib bering. Qo'lingizdan kelsa sovg'amiz bor. 4,5 so'm berishimiz kerak ekan. kirmaydi. Endi otaman degan 15 minutda tayyor bo'ladi. Aytishga harakat qilaman. Yo'q, shahar bajaramiz. Bu maxsus sovg'a sizdan. Misol shu tomondan. Mashinada sovg'a. Iltimos, bu videoni balandlikdan qo'rqadi yerlar ko'rmasin. Bo'lmasam psixologga borishinglarga to'g'ri keladi. Koreyada 8 yildan beri yashab kelaman, lekin bu binoga birinchi marta chiqishim. Bu yerda rasmga tushish uchun Uyma. 80 yoshli buvimsan ketdilar. Siz qachon Kalbet ko'raman. 24 bo'ldi. qaranglar, 118-etajga chiqdim. 478 metr balandlikdaman va mana qaranglar. Tumanga o'tolmayapti. Sizlar o'tolgan bo'larmidinglar? Pasportim yopti. Voy.
Konvikt. Qaynona farzand erchib bordi. Bir kishini qutqarish kerak. Kim qutqargan bo'lardingiz? O'g'limni, farzandimni. Nima uchun? O'zi qo'yganlar kerak emasda. Elchi. Va farzandlarim Konvikt ularning sani. Nima uchun? u baribir bir bo'ladi, chunki Qotillarga huquq bergan oqibati shu. turmush o'rtog'imi, Nima uchun? Qochin. turmush o'rtog'im bo'lsa farzandim bo'ladi. Erni yer qiladigan, qora yer qiladigan xotin deyishgan. Qaynona farzand erchib bordi. Bir kishini qutqarish kerak. Kim qutqargan bo'lardingiz? O'g'limni, farzandimni. Nima uchun? O'zi qo'yganlar kerak emasda. Konvikt. Kuyni sotib olishga borib, ko'pay bor. Sotolmay, yig'iming olasizmi? Mashina oldimmi, o'g'li? Jallod. Bosh.